O'zbek pichoqlaridan mini naborlarimizni ko'rib chiqamiz. Ushbu mini naborimiz o'z ichiga bo'yin, oddiy go'sht uchun teri, razdelka, bir dona musati va albatta bir dona chopqisini o'z ichiga oladi. Pichoqlarimiz tig'lari zanglamiz nerjavekadan, soplari bo'lsa azim yong'oq daraxtidan tayyorlangan. Ushbu pichoqlarimiz reaksiyalarini hozir birgalikda tekshirib ko'ramiz. Ushbu naborimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, Instagram profilimizga yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.